Kobalti bor akalarimizga bitta life hack desa ham bo'ladi. Tablo ABS yonib qoladigan kasal chiqib qoldi mana mashinamga 2023 Cobalt. Nimadan ekan deganimizga hozir orqa balonni yechgandik. Mana ABS simchasi ochilib tiyib qolgan ekan diskka. Odam ko'p mingan payti ABS yonib qoladi switchasi. Yana odam kamaysa uchadi. Mana shu narsa ochilib qolgan ekan. Kimda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, mana shu yerda diskani mana shu yerga tiyib massa berib qolgan ekan deyman-da. Mana shuni hisobida ABS yonib qolgan. Kimda shunaqa muammo bo'lgan bo'lsa, shunday bir orqa balonni yechib bir qaraveringlar mana shunday. Balon dami qo'yilgan ekan, balonni yechganimizga ko'rib qoldik shunaqa. Foydali bo'lgan bo'lsa like hackimiz, like bosib, kommentariya izohlarda o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirishingizni xohlardim. Sog' bo'linglar.